Dasturimizni Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim voqealari tafsiloti bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Toshkent viloyatida jinoyatchilikka qarshi kurashish, sodir etilayotgan mudhish yo'l transport hodisalarining oldini olish va jamoat tartibini saqlash maqsadida sohaviy xizmat xodimlari bilan hamkorlikda reyd tadbirlari olib borildi. Davlat raqam belgisini yechib olib harakatlangan Cobalt avtomashinasi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatildi. Ayni vaqtda yo'l patrul xizmati inspektori Cobalt rusumli davlat raqam belgisi yo'q avtomobilni to'xtatganingizda haydovchidan tegishli hujjatlar so'ralganda, ya'ni haydovchini hisob varaqasi ko'rsatilganda davlat raqam belgini olish muddati o'tib ketgan. Ya'ni haydovchi yangi avtomobil sotib olsa, davlat raqam belgini 10 kun muddat ichida olish kerak. O'sha muddat buzilgan. Haydovchiga chora ko'rishimiz kerak. Lekin hammada hozir bayram kayfiyati, fuqaroyimizga yetib qolamiz. Davlat raqam belgisini borib, vaqtida olib taqib oling. Umuman hurmatli haydovchi, mana sizni hozir ogohlantiramiz bir safar. Bayram kayfiyati, bayram bo'lganligi uchun yaxshi dam oling. Dam olish maskanlariga kelibsiz, yaxshi dam oling. Faqatgina vaqtida davlat raqam belgisini oling, xo'p? Bilmay qolganmisiz? Bilmagan. Muddat o'tganligini. Shunaqa bo'lgan. Sog' bo'ling aka. Mana o'qiy. Charchamang. Haydovchi mashinangizda taqiq bor-ku. Taqiq bor, ha. Bu majburiy ijrodan Oltiariq tumani Farg'ona viloyati taqiq qo'ygan. Kreditingiz bormi? Nimangiz bor? Mashinani olgan odam kreditga olgan, biz uni olganmiz. Mashinangizga taqiq qo'yib qo'ygan. Summasi qancha? 49.985.058 so'm. Ha? Ikkinchisi 432.600 so'm. Bu o'zingiz tushgan ma'muriy bayonnoma bo'lsa kerak. Taqiq qo'ygani 3-oyda 10-marta qo'ygan buni. Bu ham 10-marta qo'ygan. Deb o'zingizni bu yoqda o'zingiz ham qarzlaringiz bor ekan, 1.700.000 so'm. 1.700.000 so'm. Vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turamiz. To'lovini qilasiz, olib chiqib ketasiz. Qidiruv mashinani qo'yib olamiz. To'g'ri tushunasiz. Agar joyida bartaraf qila olsangiz, to'g'ri qo'yib olamiz. Tushundingmi buni? Mumkin emasda, taqiq bor mashinani qo'yib olamiz. Agar muddati bo'lganda ham, mana to'lovini qo'yasiz deb mana qilasiz. To'g'ri tushunasiz. Tushundingmi? Ularga bog'laning, MIP nomeri bor, men sizga nomerlarini beraman, telefonlashasiz. Ertaga ishlaysiz, ma'muriy amaliyot bo'limi ishlaydi. Departamentdan bering mashinani. Ma'muriy amaliyot bo'limi ishlaydi, o'sha yerdan borib olasiz. Bagajingizda taqiq qo'yish narsalar yo'qmi? O'zingiz xabaringiz bormidi? Taqiq qo'yilganligi? Bilmadim, hozir. Ha, o'z xabaringiz yo'q. Mashina kreditdami, nima? Kreditda olingan, egasi boshqa. Olganmiz. Haydovchi yonimga o'tirib oling, vaqtinchalik jarima maydoniga kiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ayolga shahvoniy harakat qiladigan manyak paydo bo'ldi nomli video tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Jamoat xavfsizligi departamenti axborot xizmati ushbu holat yuzasidan o'rganish olib borib, quyidagilarni aniqladi. Ishonasizlarmi, bugun shunaqa sudchi bo'ldi. Farxatskida bitta pedofilga uchradim men. Peshixoddan o'tdim, yo'l ichidan kelyotdi, paltolarda solidni kiyib olgan o'ris bitta joyini ochib olib yuribdi. Tumanga tushsam shunda to'g'rimda turibdi-da, yana andaqasini ochib olgan. Men 30 yosh bo'lib turib qo'rqib ketdim, ishonasizlarmi? Nima qilishni bilmay qoldim. Voqea joriy yilning 6-yanvar kuni taxminan soat 18:50larda noma'lum shaxs Uchtepa tumani Lutfiy ko'chasida bo'la turib, 1996-yilda tug'ilgan qizga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgan va voqea joyidan qochib ketgan. Я поехал домой к маме навестить, выпил. Потом поехал домой к жене. По пути пешочком прошелся через Farxatskiy. Там в подземном переходе случился инцидент. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, erkak spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan ekan. O'rtoqlar, hammasi yaxshi, mana orderlarni olib chiqdim. U odam ushashdi. Men alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Butun ichki ishlarga kattakon rahmat va
Uchtepa tumani 2-sonli bo'mga ham kattakon rahmat. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tumani sudi mazkur holat yuzasidan sud ishini ko'rib chiqdi va huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi, 183-moddasi va 194-moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir qilgan deb topdi. Unga uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yana bir holat Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, qoidabuzarga nisbatan tegishli chora ko'rildi. 8-yanvardan 9-yanvarga o'tar kechasi og'aynim bilan mashinada ketayotganimizda efir qilayotgan bo'lgan ekan og'aynim. Men uni bilmay qolib, bitta-ikkita odamlar ismini eshitib qoldim ko'chadan, ularni tegi tanimayman. Kelib shu vaziyat bo'yicha tushuntirib berdim. Haydovchilik guvohnomam yo'qligini ham aytdim. Shunga yarasha chora ko'rishyapti. Men shu TikTok ilovasida jonli efir qilganimda haqoratli so'zni ishlatganim uchun jarima qo'llashdi va bu ishimga pushaymonman. Hech kimga aniqman, tavsiya bermayman unaqa qilishni. Bu ishimizdan pushaymonmiz. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Azizlar, ogoh bo'ling. Jamiyatda belgilangan tartib qoidalariga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.